Wolfie'ni oyun toş. Go, sen medirlama jim turgin. Şundalı besini ölçeyeleymen. Bekle gıdıkım kapitedikken Marquez. Külgüm kelip jim turamaydı ekanman. Çünkü g'alati maxluq matematiklik sinoqlar mushunda qiziqarli. Hocam. Kechirgin Lili. Chiqroq ekran doim meni shunday qo'rqitib o'tadi. Biroq qo'rqinchlarni men baklab turaman. Chiqroq ekran? Esta Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yotibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematikada tushunmaydi. Ay. Oy. Tushmayacağız Changu efendimken. O, teşhikmo. Teşhikmo, men bugün intayin parakende. Tushmayacağız Changu efendim. Hamisha shundoq parakende yuriydi. Bizning yordamimiz kerakmi? Men hozir jiyanimning ziyofatiga qatnashmoqchi edim. Ziyofat? Men yig'ilishga borishni yaxshi ko'raman. Men yoqtirmayman. Yig'ilish meni bek parakende qilib o'tadi. Ondaqda seni xushal qilishimizni xohlamsan. Yo'q, men parakende yurishga odatlanib qolgan. Men faqat sizlarning yo'q vaqtda armak maxluqqa mufin o'ynatgan deyman. Ha, chataq yo'q. Ko'vo, sen cho'qim hayron qilsan. Chunki mufin o'ynatmoq intayin tez. Har qanday ish g'alati maxluq matematika atrofini qo'rqitamaydi. Hamsa sizlarni kutaman. Biz oynatmoq intayin tez bo'lgan g'alati maxluqni o'ynatishimiz kerak ekan. Ishnimanki biz g'alati maxluq matematik uqumi orqali hal qila olamiz. To'g'ri, chunki g'alati maxluq matematik uqumi hamma yerda mavjud. Hey, sizlarning g'alati maxluq matematika atrofiga qo'shilib birlik vazifa o'rindinglar bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Qo'shilsa xohlamsizlar. Bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy eskartma so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rnatishimizga yordam beradi. Raqamlik maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika eskartma so'zi bo'lsa, shakl. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingizda, uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanglading. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Shakl. Hozir emas-ku bu. Yana bir qitim raqamlik maxluqni ko'rganda andan baqirsam bo'ladi. Oh, ma'qul Lili. Mangayli g'alati maxluq matematika atirti. Biz Wolfie'ni o'ynatib boraylik. Hey, teşhikmo tushmayacağız Changu efendim. Sizlar dal vaqtida keldinglar. Men kechikib qolayli dedim. Va, qaranglar bu eshikdagi qaysi Wolfie'ninkidir? To'xtab tur, mangmay turgin. Wolfie qayerda? Wolfie u kvadrat shaklli tutqichli yumaloq eshikning kaynida. Sizlar raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy eskartma so'zini ishlatishimiz kerakligini bildirdi. Shakl, ko'pchilik tayyorlik bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 kishi sanayman. 1 2 3 Shakl. Qaranglar, g'alati maxluq matematik uqumlari ko'rsatkish keldi. Bu yerda 3 xil kichik g'alati maxluq bor. Ular ayrim-ayrim chambar shakllik, 3 buloq shakllik, kvadrat shakllik. Ular qarmoq yana maymunga o'xshab qoladi. Chambar shakllik, 3 buloq shakllik, kvadrat shakllik. Chambar, 3 buloq, kvadrat hamsi matematikada atalg'ular. Biz mushu shakllarni o'rgangandilar, andan Wolfie'ni o'ynata olamiz. Tushmayacağız Changu efendi. Wolfie'ni cho'qim tepishimizni aytgan. Biz cho'qim kvadrat shaklli tutqichi bor. Yumaloq ishkini tepishimiz kerak. Bo'ldi. G'alati maxluq matematika atirti. Biz birlikda matematika bilimlaridan foydalanaylik. Oy! Biz topmoqchi bo'lgan yumaloq ishik bo'lsa, dal mushundoq chambar shaklda. Yana kvadratli tutqichi bo'lsa, mana bu shaklda. Musha ishik shukiya. Bu yumaloq shaklda. Vah! Nima degan umaqa? Avaqat maxluq. Bu ishki chambar shaklda. Biroq tutqichimi chambar shaklda ekan. Esinglarda bo'lsin, tushmayjazlik Changu efendi aytgan. Wolfie bir kvadrat shaklli tutqichi bor chambar shaklli ishkining ichida. Ko'rdinglarmi? Ko'rdik. Bu ishki chambar shaklli hamda tutqichimi kvadrat shaklli ekan. Ha, biz Wolfie'ni topdik. Vah, qaltis ish qildinglar matematika atirtidikilar. Biz matematika bilimlaridan foydalandik. Vah! Men berib Wolfie'ni o'ynatay. Tuzinglar, men chaplashib qoldim. Tushmayacağız Changu efendi aytgan. Wolfie'ni o'ynatmoq intayin qiyin. Biz endi buning sababini bildik.
u pek şaplaşangan maxluq ekan. Qaranglar. Bu yerda yana o'yinchiqim bor ekan. Ehtimol Wufi bu xil o'yinchini yoqtirishi mumkin. Shundaq bo'lsa Wufini boshqara olmaymiz. Bu bir o'yinchiq emas ekan. Balki yana bir xil g'alati maxluq ekan. Bu maxluqlarga agishayli. Wufi qayerga ketgandi o? Kechiringlar, men sizlarga bu filmning nadaligini aytib bera olishim mumkin. Lekin sizlar meni qaytadan qurashtirib chiqishinglar kerak. Shundalar men sizlarga yo'llanishni ko'rsatib bera olaman. Bu bo'lsa cho'qim cho'lg'an maxluq. Bu ehtimol uning eg'izi bo'lishi mumkin. U doim cho'lib turadi, bechora maxluq. Biz uni qaytadan qurashtirib chiqaylik. Bu biriki bu yana kimdi? Yoki u yana kimdi? Sizlar yana bir sinab baqsanglar bo'lmamdi. Agar biz cho'lg'an maxluqning asli holatini bilgan bo'lsak, ishnimanki biz cho'qim uni qurashtirib chiqalaydik. Qaranglar, g'alati maxluq matematika ko'rsatish ekran keldi. Mana bu cho'lg'an maxluqning rasmi ekan. Çoğulgan maxluq nurg'un o'xshamaydigan shakllardan tuzilgan ekan. Chambar shakllik bor ekan. Bir kvadrat shakl bor ekan. Yana bir uchbuloq shakl bor ekan. Hayrat qilayli matematika atrofdagilar. Biz birlikda bu shakllarni silishtirib, cho'lg'an maxluqni qayta qurashtirib chiqaylik. Biz g'alati maxluq matematika bilimlardan foydalanaylik. Oy! Biz avval tan qismidan boshlaylik. Uning shakli ilm bilsinladimi? Kvadrat shakllik. Biz avval kvadrat shakllik parchasini topaylik. Sizlar topaldinglarmi? Bu yerda ekan. Hozir uning ko'zini topayli. O qaysi shakldidir? To'g'ri, u chambarak shakllik. Biz ikki dona chambarak shakllik parchasini tepishimiz kerak. Bu yerda ekan. Kichik atraf ko'zni topaladi. Endi uning putini topayli. O qaysi shakldidir? U bir uch narsada qilgan. U shaklning ismi ilm bilsinladimi? Ha, men ko'rdim. Biz onu qurashtirib bo'lay dedik. Oh, men boshqa qismini qurashtiray. Yana bir narsa qanday qildi u? U nimadi? Ha, to'g'ri. Uning burni. Ha, nima degan qiziqarli burun bu? Bu bir alohida burun. Sizlar boya raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Undaqda biz yana bir qatim g'alati maxluq matematika maxfiy askarti so'zini to'g'layli. Shakil, men 3 sanayman. Tayyorlig'inglar bitdimi? 1 2 3 Shakil! G'alati maxluq matematika ko'rsatish ekrani keldi. O'zi kichik tiklik g'alati maxluqlar keldi. Chambar shakllik, uchbuloq shakllik, beshvar shakllik, kvadrat shakllik. Bu to'rt maxluq maymun o'xshab qoladi. Chambar shakllik, uchbuloq shakllik, beshvar shakllik, kvadrat shakllik. Burnining shakli beshvar shakllik ekanligini biz endi bildik. Biz beshvar shakllik parchasini tepishimiz kerak ekan. Biz izlayli. Topdinglarmi? Qayerda ekan? Ha, bu yerda ekan. Og'in cho'lg'an maxluq. Beshvar shakllik burnini topdik. Rahmat sizlarga. Biz bu cho'lg'an maxluqni qaytadan qurashtirib oldik. G'alati maxluq matematika atirdi. G'ayrat qilayli. Biz matematika Oy! Endi Wufini qayerga ketganligini aytib bera olamsan? Wufi bosh tarafga qarab ketgan. Mush yo'l shu. Rahmat sana cho'lg'an maxluq. Ma'ayli. Matematika atirdilar. Biz birlikda Wufini topayli. Xayr xo'sh. Usta, chata bo'ldi. Nim bo'ldi kichik maxluqlar? Biz ziyofat qatnashayotganda bu yepishqa g'alati maxluq yugurib kirib barliq narsalarni o'zi yepishtirib oldi. Qaraganda Wufi o'xshaydi. Esta, qayerga ketgandi? Bizni bilmaymiz. Ziyofat kesilgan sharlar qani? Ha? Hey, g'alati maxluq matematika atirdi. Sizlar Wufi bilan birga bo'lishinglar kerak edi-ku. Ha, biz san Wufiga munosabatli bir ishni demoqchi edik. Nima ish? Men ilmo kechikib qolgandim. Biz boya sana demoqchi bo'lganimiz bo'lsa, Wufi saylik qilyotdi.
Bu Wufi emas. Bu degan kichik pishqoq maxluq. Uni hargiz sayli qilib chiqishga bo'lmaydi. Bo'lmasa u barliq narsani yopishtirib oladi. Biroq, bu amsa kichik yipishqoq maxluq bo'lsa, undaqda Wufi qayerda? Bu dal Wufi shu. Asta, men sharni etildirib etdim. Ben qizqarliqqa. Balkim men bu sababli ziyafatni yoqtirib qilishim mumkin. Bo'ladi. Hech bo'lmasa Wufi sayli qilib bo'ldi. Biroq, bu bichora kichik maxluqlarning o'ynaydigan shar yo'q bo'ldi. Qaranglar, men sharga aylanayman. Biroq bu, sen hozir 3 buloq shaklda. Shar degan yumaloq bo'ladi. Chambar shakliga o'xshaydi. Oh, bildim. Qoltis bo'ldi, g'alati maxluq matematika atirdi. Biz Wufi'ni o'ynatib qolmay, yana bu ziyofatni g'albilik o'tkazaylik. Biz g'alaba qildik, chunki biz bugun chambar shakl, 3 buloq shakl, 5 var shakl va kvadrat shaklni o'rganib oldik. Shunga albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish ortayli. Amisa 3 sanayman. 1 2 3 Biz matematik bilimlarini g'alaba qildik.